O'zbekistonda amachilar qo'lingizdan nimadir kelishini hech qachon bilib qolmasligi kerak. Shundan foydalanishni boshlaydi. Mana rus maktabda o'qib, ruschani bilishini bilib qolgandan keyin ruschadan tarjima qilmagan qo'shig'im qolmadi, ishonasizlarmi? Любой bitta ruschani biladigan odam to'xtatib, qani bir gaplashib qo'yinglarchi, qiziqdi bizga, qiziqdi. Nimasi qiziq? Bilmaysiz ruschani hozir. Chanchung atay desam ham tushunmaysiz nima deyotganimni. Yo'q, men bloger olib ikkita katta odamlarga podpis. O'ma Bravodagi otash akalarga podpis etishgan ekan. Hayotda qanaqa odam shular deydi. Andijon kelganim 2 soat oldu. Ketishimdan oldin otash kuyib tursin. Qandashlari ham tanimayman. Qayerdan bilaman hayotda qanaqa odam. Bilmayman deyorish kerak. Bilmadida Novosibirda Elmurod aka bilan ko'rishdim deb qo'yganimdan keyin bu Elmurod aka qanaqa odam ekan hayoti. Zo'r odam ekan, motivatsiya berdi. Bosim yuka dedi. Uxlaganda hurra yotar ekanmi deydi. Nima? Men allatib uxlatib ko'ribman. Kira teriyatib uxlatib qo'yapman. Yo sizlar birinchi marta ko'rishgan odamlarga sizlarga motivatsiya uka bosim zo'r deb tursa, aka uxlaganda hurra yotasizmi yo Ali bayramda qanaqa harib bo'lgansiz? Ashunaqa savol berasizlarmi sizlar birinchi marta ko'rishgan